Nereden geldiniz? Türkiye'den gelişim. Türkiye'den? Siz Uygur mu? Yo'q baba, ben Türk. Türk? Maşallah. O nima deydi? Allah büyük deydi. İstanbul'da ezan ovozi anglab boqmaganmidan? Bu yerga nima qilg'ili keldinglar bolam? Sizlarga yordam bergili keldik. Allah ajringlarni bersin. Bizga ishonamsiz baba? Ishinaman bolam. Allohdan boshqa hech bir yordamchimiz yo'q. Xitoylar keldi. Chapsan hujum qiltinglar. Xumparla. Meşrep ötküz atamlıken de kaldım ha? Yaraysan.
Leyli! Sizlar mangu g'alaba qilolmaysizlar. Qizlarimizni qutqizinglar. Cho'qim qutqizinglar. Shinimi? Biz cho'qim g'alaba qilamiz. Milodiy 2008-yili Xitoy Olimpik Olimpiadasida Uyg'ur inqilobchilari Xitoy kommunistlariga qarshi yana bir qatim qaqshatqush zarba berdi. Shundoq Uyg'urlarning inqilobi tex to'xtab qolmadi. Ular mangu to'xtab qolmaydi. Uyg'ur mujohidlari dinini qo'g'dash,
qilish, vatanni ozod qilish yo'lida mangu kurash qiladi. Ishonamizki, ularning zamini Sharq Turkiston cho'qim mustaqil bo'ladi. Xitoy mustabidlari cho'qim mag'lub bo'ladi. Uyg'ur xalqi cho'qim hurlikka erishadi. Allah ularga g'alaba ato qilsin.